Bir kishi keldida, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi?" dedi. Rasululloh, "Nima tayyorlab qo'ydingiz unga?" dedilar. "Tayyorgarligingiz bormi?" Hali kishi aytdiki, "Unaqa ko'p narsa qilmadim-u, lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men" dedi. Shunda Rasul aytdilar, "Kishi o'zi yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi" dedilar qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, Rasulullohning shu so'zidan quvonganimiz kabi boshqa narsadan bunchalik quvonmadik. Chunki kishi o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, "Men Parvardigor Rasulullohni yaxshi ko'raman, Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman. Ular bilan Firdavsul a'loda birga bo'lishni xohlayman, garchi amallarim ularninkichalik bo'lmasa ham" deb qo'ydi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Abu Bakrni yaxshi ko'ramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma sahobalarni yaxshi ko'ramiz va biz ham Allohdan umid qilamiz. Parvardigor amallarimiz ularga bo'lmasa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz, hurmatidan biz ular bilan